Assalomu alaykum, qadrli obunachilar. Sizlar bilan Asalbek O'rozbayev kanali. Bugun sizlarga ilovalarni yashash, ya'ni bir ikkita o'yin yoki boshqa narsalarni yashashni o'rgataman yoki bir ikki programma. Buning uchun bizga xavfsizlik kerak bo'ladi, ya'ni mana shu yer. Kirgandan keyin xuddi shu yerga tushsak, mana bu yerda ilovalarni yashirish degan joy bor. Shu yerni bosamiz va o'zingizga kerak narsalarni tanlab olasiz. Men tanlaganman, mana Instagram, Telegram, Airconsole. Siz xohlagan, masalan, Clash, ya'ni yoki mana shu o'yin. Shuni belgilaymiz va chiqib ketamiz. Chiqib ketganimizdan keyin bu yerdan xuddi ikkita barmoqni yoyib ochamiz. Bu yerda yashirin ilovalar chiqadi. Agar bu yerga parol qo'ymoqchi bo'lsangiz, ilova qulfi degan joyi bor. Shu yerda har xil parol qo'yishingiz mumkin, lekin eslab qoling. Shunday qilib, mana parolimiz ham tayyor. Ilovalarni qo'shish va shu yerni bosamiz, hozirlaymiz degan joyni. Mana endi chiqib ketamiz va ikkita barmoqni yoyamiz. Va qarabsizki, sirli joy ochiladi. Kodini teramiz va ilovalaringizni bemalol ishlatishingiz mumkin. Agar bu videom sizga foydali bo'lgan bo'lsa, like bosib kanalga obuna bo'lishni esdan chiqmasin.